O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy xizmatlar milliy agentligi o'z faoliyatini boshlaganiga ancha muddat bo'ldi. Bu muddat mobaynida butun O'zbekiston Respublikasining hamma viloyatlarida, hamma tuman markazlarida inson ijtimoiy xizmatlar markazi o'z faoliyatini davom ettirish boshladi. Bu faoliyat mobaynida bugungi kunga qadar 108 dan ortiq xizmat turlari xalqning og'irini yengil qilish uchun, kam ta'minlangan qismi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun turli xil xizmatlarni, faoliyatlarni davom ettirib kelishmoqda. Bizni Qo'shtepa tumani har bitta mahallasida bittadan ijtimoiy xizmatlar xizmatchisi, ya'ni ijtimoiy xodimlar o'z faoliyatini olib borishadi. Ular o'z faoliyati davomida insonlarni yaqindan o'rganishadi, ularning ehtiyojlari, kuchli tomonlari va ularga kerakli xizmat turlarini amalga oshirishga yordam berishadi. Mana shunday bir narsani quvonch bilan aytishim mumkinki, xalq uchun qulayliklar yaratish maqsadida, ularga yana ham oson bo'lish uchun, hayoti sifatli bo'lish uchun, mana ko'rib turganingizdek, nogironlikka ega bo'lgan 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mana bu joy tadbirkorimiz tomonidan ochildi. Biz Uzbi tadbirkor bilan bog'lanib turamiz. Men shunday deyishganda, bu gaplariga to'g'risi ishonmaganman. Yo'q, meni bolam sog'lom, katta bo'lgan sari o'ziga kelib sog'lom bo'ladi deb o'ylagan edim men. Shu 1 yasharga borganda ham baribir bularda sog'lom boladan ko'ra umuman sihatini tutolmaslik, qiyinchilik, kechasi bilan yig'lab chiqish, umuman hech narsaga ko'nmaydi, ovqatlanish qiyin, hech ham qarash umuman qiyin bo'lar ekan-da. Men oldin sog'lom bola boqqanligim uchun menga juda ham yomon ta'sir qilgan. Dertkashim sen bolam